Piramida sxemasi bu nomidan ham ko'rinib turibdiki, yangi a'zolarni jalb qilish orqali ishlaydigan investitsion firibgarlikdir. Bu tizimda eski ishtirokchilar pulni yangi kelganlardan oladi, yangi a'zolar esa yana boshqalardan. Tasavvur qiling, Bobur shunday tizim boshladi. A'zo bo'lish narxi oyiga $100. U har bir olib kelgan odam uchun $90 berishni va'da qildi. $10 esa o'zidan qoldiradi. Bekzod va Jasur tizimga qo'shilib Boburga pul to'laydi. Natijada Bobur oyiga $200 ishlab topadi. Keyin Bekzod Rasul va Gulina, Jasur esa Bilol va Javohirni taklif qiladi. Endi Bobur oyiga $240 topadi. Bekzod va Jasur esa $180 ishlasa-da, $100 to'lagani uchun atiga $80 foyda ko'radi. Eng oxirgi qo'shilganlar esa umuman pul topmaydi va har oy $100 to'lashga majbur bo'ladi. Agar ular yangi odam topa olmasa, tizimni tark etadi. Natijada Bekzod va Jasur ham pul topolmay qoladi va oxir-oqibat butun piramida qulaydi. Ponzi sxemasi ham yangi kelgan pullar orqali eski investorlarni to'lashga asoslanadi. Ammo farqi shundaki, investorlar bundan bexabar bo'ladi. Ularga bu qonuniy investitsiya deb ko'rsatiladi. Buni Ahmadboy yillar davomida amalga oshirgan. U odamlarning pulini biznes orqali ko'paytiryapman deb ishontirgan. Aslida esa yangi kelganlarning pulini eski investorlarga to'lab kelgan. Ba'zi odamlar hatto butun moliyaviy tizim ham doimiy o'sishga muhtojligi sababli Ponzi sxemasiga o'xshaydi deb hisoblaydi. Ammo bu boshqa mavzudir. Oson iqtisodiyot kanaliga obuna bo'ling va ushbu videoni do'stlaringizga ham ulashing.